Hoji aka, bu akkauntni olsangiz O'zbekistonda neighbor bo'lasiz-u qolasiz. Obzorimizga 97 kolleksionli akkaunt keldi. Haterlar uchun bitta ko'rsatib o'tay, akkaunt shaxsan o'zimizda turibdi, ko'rishingiz mumkin. Akkaunt Hoji rentda turibdi, kirib turib rentga olib ham o'ynasanglar bo'ladi. Xo'p, endi derski obzori boshladik. Kolleksion 97 level, если что обмен bo'ladi, buyrak, yurak, pochka, faqat ichilmagan, chekilmaganiga. Demak, obzorni boshladik. 2 suyitlar hammasi bor. Bitta gap-spot bilan ko'rsatib o'tamiz. Shu PUBG olamida nechta 2 suyit chiqqan bo'lsa, hammasi olingan. Anuk Xari 2-level, Faravonka 6-level. Qolgan hammasi fulloviy holatda. Hoji aka, akkaunt narxi videoni oxirida bo'ladi. O'shaning uchun oxirigacha ko'ring. Vo, Hoji aka, mana buni qarang. Boya aytganimdek 97 kolleksion, 950 ta mifik, 80 ta ultimate, hamma 2 suyit. Agarda hamma mifiklarni ko'rsatsam 2-3 soat obzor qilishga to'g'ri keladi. O'shaning uchun o'tkazib yuboramiz. To'liq obzorni aytib o'taman qaydaligini. Tepa setlarda mana bunaqa old va tepa setlari bor. Akkaunt endi o'zingizlar ko'ryapsizlar, old narsalar bosib ketgan. Hoji aka, tasavvur qilyapsizmi? 97 level, O'zbekistonda top bo'lib turasiz. 950 ta mifik. Nima deyapti bu akkaunt? Garajga kirsak 45 ta superkar, 5 ta shedevr, UAZ'ga ko'rishingiz mumkin. Dachaga superkar, o'zingizlar ko'ringlar, aytib o'tishim shart emas. O'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'rganingiz yaxshi. Bunaqa R2 dachalari bor. Sedanga kelsak, shu PUBG olmaga nechta superkar kelgan bo'lsa, hammasini tushirib qo'yilgan, bitta, ikkita, 3 tadan qilib. Xo'p, ancha-muncha superkari bor. Bu aytganimdek 45 ta jami superkar. Mana Hoji aka, siz kutgan onlar. Garajga kirsak 177 ta prokachka, 162 tasi max, 13 ta M306, hammasi fulloviy holatda. Anchagina tezlashtirib qo'ydim gap isboti bilan. 162 ta max, tasavvur qilasizlarmi? Xo'p, bitta ko'rsatib o'taman tezlashtirgan holatda. Agar men buni to'liq obzor qilsam 2-3 soat obzor qilishga to'g'ri keladi. Atak sizlarga qiziq bo'lsa YouTube ga video qilib chiqaraman. Xo'sh, mana Hoji aka, akkauntni qisqagina obzorni ko'rdingiz. To'liq obzor kanalimda bo'ladi. Narxi esa $20,000. Обязательно ko'rishib savdo bor. Agarda akkaunt sizga yoqqan bo'lsa, profilimdagi link bilan kanalimga o'tib turib bemalol sotib olishingiz mumkin. Boya aytgan gapim, agarda sizlarga akkaunt qiziq bo'lsa, YouTube ga to'liq obzor qilib chiqarishim mumkin.